Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar, 3-sinf o'quvchilari. Bugungi mavzumiz 137-mavzu bo'ladi. Masalalar yechish mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Foydali ko'nikmalar, mulohazalar, to'plamlar kesishmasi, to'plamlar birlashmasi. Jumlalarni rost mulohazalar hosil bo'ladigan qilib to'ldiring. 3-sinf o'quvchilari kamida 8 soat uxlashi kerak. Telefonda soatdan ko'p o'ynash mumkin emas. 1 soatdan ko'p o'ynash mumkin emas. Ertalabki ovqatlanish nonushta deyiladi. Nonushta. Jismoniy tarbiya darslariga yordam beradi. Jismoniy tarbiya darslari nima yordam beradi? To'g'ri ovqatlanish misol uchun. Ikkinchi, ushbu mulohazalar rost yoki yolg'on ekanligini tekshiring. Daftaringizga istalgan ikkita rost mulohaza yozing. 7 × 8 56. To'g'ri. Kvadratning 4 ta uchi va shuncha tomoni bor. To'g'ri. Barcha uchburchaklar to'g'ri uchburchakka ega. Barcha uchburchaklar to'g'ri uchburchakka ega. Bu xato. Qo'shiluvchilardan o'rni almashtirgan bilan yig'inda o'zgarmaydi. To'g'ri. Ikkalasini qo'shganimda bu 60 70 bo'lyapti. 70 hech qachon 70 dan kichkina bo'lmaydi. Bu xato ekan yoki so'roq qo'yaman. Shu yerda sizga bir eslatma qilib qo'ymoqchiman. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Va yana bir eslatma, biz Instagramda ham o'z faoliyatimizni boshlaganmiz. U yerda qiziqarli misollar taylab o'ryapmiz va ishlanishlarni o'rgatyapmiz. Instagramimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Va to'plamlar elementlar bitta umumiy so'z bilan atang. Bu to'plamlar kesishmasidagi elementlar qanday so'z bilan atash mumkin? Endi umumiy qilib aytganda sport anjomlari desak bo'ladi. Mana bu misol uchun yakkalik kishilar o'ynaydiganlar, bular raqobatbardosh sport turlari desak bo'ladi. Bular ko'ptogi bor zarba beradigan sport turlari. Keyingi betga o'tamiz. Ushbu diagrammani daftaringizga qayta chizing. Diagrammada har bir to'plamning bir nechta elementini yozing. T yozuv 1 va 2 raqamda foydalanilgan 3 xonali sonlar deyapti. Bunaqa sonlar juda ko'p. K ikkalasini nimasi deyapti? P juft sonlar deyapti. Misol uchun foydalanilgan 3 xonali sonlar. T to'plamini yozib chiqaman. T to'plam masalan 112, 121, 211 3ta bo'lar ekan agar faqat shu ikki foydalanilgan. Demak, mana bu yerda 112. Endi mana bu yerda nima bo'lyapti? 121, 211. Endi mana P juft sonlar bo'lgandan keyin 2 dan boshlanadi. 2, 4, 6, 8 va hokazo ketadi. Endi K to'plamimiz bitta elementi 112 ga teng ekan. Akmal 4 ta do'sti futbol to'garagi, 5 ta do'sti suzish to'garagiga qatnashadi. Akmalning do'stlari 6 ta bo'lishi mumkinmi? Diagramma o'rganing va javoblarni tushuntiring. 4 ta do'sti nimaga borar ekan? Futbolga. 5 ta do'sti suzishga. Jami 9 ta bola. Lekin 6 ta bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Chunki Sardor, Ulug'bek va Po'lat uchalasi ikkita sport turiga ham borgani uchun nima bo'lar ekan? 6 ta kishi bo'lar ekan. Ayzaning 6 ta dugonasi yoga bilan shug'ullanadi. 7 ta dugonasi ertalab yuguradi. Dugonalari 4 nafari ham yoga ham yugurish bilan shug'ullanadi. Ayzaning nechta dugonasi bor deyapti. 6 ga qo'shaman 7 ni, ayiraman 4 ni. Bu 13 minusdan 4 bo'ladi. Keyin Azizaning 9 ta dugonasi bo'lar ekan. 9 ta. Keyingi misolga o'tamiz. Sardor hayotining bir sutkasini doira shaklida tasvirlagan. Unda ko'k rang u uyquda bo'lgan vaqtlari, qizil sport bilan shug'ullanayotgan vaqtlari, yashil maktabda bo'lgan vaqtlari, sariq uy vazifalarini bajargan vaqtlari, zarg'aldoq shaxsiy ishlari bilan shug'ullangan vaqtlari. Bular Sardor ko'proq vaqtini qaysi faoliyatga bag'ishlagan, u har bir faoliyatga necha soat sarflagan va bu minutlarda qancha bo'ladi deyapti. Endi birinchi o'rinda ko'k rang uxlagan vaqti deb tasavvur qiladigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. 8 ta doiradan, ya'ni 24 ta bo'laman 8 ga, ko'paytiraman 3 ga. Bu chiqadi 9 soat. Bu bizning akamiz, Sardor akamiz 9 soat uxlar ekan. Bo'lgan vaqti, qizil sport bilan shug'ullanadigan vaqti, bir sutkani bo'lganda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'lar ekan.
6 24 ta bo'lgan 6 ga va 1 ga ko'paytirilgan. Bu degani 4 soat. 4 soat sport bilan shug'ullanar ekan. Undan keyin yashil maktabda bo'lgan vaqtlari. Maktabda bo'lgan vaqtlari 24 ni 4 ga bo'laman, chunki bu 6 bo'ladi. 6 soat maktabda bo'lgan ekan. Endi undan keyingisi sariq uy vazifalarini bajargan vaqti. Bu yerda 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jami 12 ta bo'lakka bo'lgan. 12 ni 24 ta bo'laman 12 ga. Bu degani 2 soat. 2 soat uy vazifasini bajargan ekan. Endi bizda nima qoldi? Zarg'oldoq. Zarg'oldoq mana bu rang qolyapti menimcha. Hammasini qo'shganimizda mana bu 6 soatim 6 ko'paygan 60 bo'ladi tayin 360 minut. 4 ko'paygan 60 bo'ladi tayin 240 minut. 9 ko'paygan 60 bo'ladi tayin 540 minut bo'ladi va 2 ko'paygan 60 bo'ladi tayin 120 minut bo'lar ekan. Keyingi betga o'tamiz. Sxema bo'yicha masal tuzing va uning yeching. Sportning foydalari haqida ma'ruza 17 minut. Gigiyena foydalari haqida ma'ruza 4 minut kam bo'lgandan keyin 17 dan ayiraman 4 ni. Bu 13 minut bo'ladi. Endi nima deyapti? Badan tarbiyaning foydalari haqida ma'ruza 45 minut. Hammasi 45 minut bo'lgandan keyin 17 qo'shilgan 13 plyusdan x, mana buni x deb qarayman va hammasini 45 ga tenglayman. Bu ikkalasini qo'shganimda 30 plus x teng 45. Demak, 45 x teng 45 minusdan 30 bo'lar ekan. 45 dan 30 ayirganimda 15 daqiqa badan tarbiya foydalari haqida ma'ruza bo'lar ekan. 9. 1, 4, 8 raqamlaridan barcha mumkin bo'lgan 3 xonali sonlarni tuzing. Sonlar yozuvda raqamlar takrorlanmaydi. Bu sonlarni kamayish tartibida yozing, deyapti. Birinchi eng kattasidan boshlaymiz. Birinchisi 8, 4 va 1 raqami uchalasidan. Birinchisi 841. Ikkinchisi 814. Undan keyingisi 481. 418. 184. 148. Jami 6 ta son tuzish mumkin ekan. Hech qaysini raqamlari takrorlanmaydi. Kamayish tartibida yozing. Bu yerdan boshlanib, mana bu yerda tugaydi. Keyingi esa doira va uchburchak yasang. Bu shakllar ichiga 8 ta nuqtani shunday qo'yingki, natijada aylana ichida 6 ta, uchburchak ichida 5 ta nuqta bo'lsin, deyapti. Endi mana ikkalasini birga yasab olmoqchiman. Aylana deb tasavvur qilasiz. Mana uchburchak. Uchburchak deymiz. Endi nuqtalar qo'yib chiqaman. Nuqtalarga boshqacha yashil olay, misol uchun 8 ta nuqta qo'ying, deyapti. Natija aylana ichida 6 ta, uchburchak ichida 5 ta nuqta bo'lsin. Demak, 6 ga qo'shaman 5 ni. Necha bo'ladi? 11 ta. 8 dan 11 dan ayiraman. 11 dan 8 dan ayirsam teng 3 chiqadi. Demak, o'rtada 3 ta nuqta bor. O'rtada 3 ta nuqta bor. Endi aylana ichida 6 ta. Demak, bu tomonda ham 3 ta nuqta bor demoqchi. 3 ta nuqta. Endi uchburchak ichida 5 ta nuqta bor. Mana bu yerda 5 ta. Nuqtalar hammasini sanasam 1, 2, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Jami 8 ta nuqta bo'ldi. Shu ko'rinishda chizsak bo'ladi. Hisoblang ushbu ifodalarni qiymatlar to'plami tuzing. Euler-Venn diagrammasini chizing. Unda quyidagi qiymatlar belgilang. Bu to'plamlar kesishmasi S to'plamidan yozing, deyapti. Endi buni juda misol oson, sizga o'zingizga qoldiraman. Mana buni alohida ishlaysiz, bunisini alohida, bunisini alohida va bunisini alohida ishlar ekansiz. Bunda ham alohida. Sinfdagi barcha o'quvchilar rasm chizish yoki musiqa to'garagiga qatnaydi. E'tibor qilishimiz kerak, barcha o'quvchilar. Rasm chizish to'garagiga 28 nafar, musiqa to'garagiga 19 nafar o'quvchi qatnaydi. Ulardan 14 nafari ikkala to'garakka ham qatnashadi. Sinfda nechta nafar o'quvchi bor? 28 ga qo'shaman 19 ni, ayiraman 14 ni. Chunki ikkalasiga borgan 14 ta. 28 plus 5 qolarcha. Chunki buni ayirib olganim osonroq. Demak, bizda jami 33 ta bola bor ekan. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha
Aytgancha, Instagramga ham obuna bo'lishni unutmang. Prezident maktabiga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Ularga ham bu videolarni jo'nating. Keyingi darslarda ko'rishguncha